Assalomu alaykum. Tirik shoh, ya'ni shoh zinda nomi bilan ataluvchi ziyoratgoh haqida ko'pchilik eshitgan va eshitganlar biladiki, bu majmuada ulug' ulamolar va olimlar, Hazrati sohibi Qur'on Amir Temurning xos odamlari va oila a'zolari qo'nim topgan. Qo'nim topganlar ichida shon va sharafi bo'yicha shoh va hukmdorlardan da ustun bo'lgan zot, yaratilgan barcha mavjudotlardan da ustun bo'lgan zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni sahobalari borligini bilarmidingiz? Bilganlar bo'lsa iltimos qilib qolaman, izohlarda ul zotni ismlarini yozib keting. Bilmaganlar esa videoni oxirigacha kuzatib boring. O'zbekiston Respublikasidagi yagona sahoba, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning amakivachchilari, Abbos ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuning farzandlari, Payg'ambarimizga xulqi atvor bo'yicha eng o'xshagan sahoba, Payg'ambarimizga tashqi ko'rinish bo'yicha eng o'xshagan sahoba, Payg'ambarimizni dunyo ko'zi bilan eng so'nggi bor ko'rgan sahoba Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu haqida bugun suhbatlashamiz. Aziz insi olam, nega Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni dunyo ko'zi bilan ko'rgan eng so'nggi sahoba deyiladi? Buni sababi Rasulullohni qabrlariga qo'yganliklaridan keyin qabrdan eng so'nggi bo'lib chiqqan va payg'ambarimizni eng so'nggi bo'lib ko'rgan sahoba Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu hisoblanadi. Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu 624-yil Makkada tavallud topganlar. Hijriy 43-yilda Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuning o'g'illari Sa'd ibn Usmon bilan birgalikda Mavro nahrini fath qilish uchun keladilar. 677-yilda islom qo'shini Sug'diylar bilan shahar uchun shiddatli jangga kiradi. Shu jangda Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu shahid bo'ladilar. Jarohat olib, tug'ilgan joyim Makka, vafot etgan joyim Mavro nahr bir-biridan qanchalar uzoqqa deb vafot etgan ekanlar. Ul zot Banu Najiya qabristonidagi g'or yonida dafn qilinadi. Keyinchalik Sulton Sanjar tomonidan bu yerda Qusamiya madrasasi barpo qilinadi. Chingizxon hukmronlik davrida Mo'g'ullar bosqinida bu madrasa butkul vayron qilinadi. Undagi ilm ulashuvchi manbalar va kitoblar yoqiladi. Amir Temur davrida esa bu madrasa tubdan obodonlashtiriladi, qaytadan barpo etiladi. Shahid zinda. Shahidlar hech qachon o'lmaydi. Samarqand, Mavro nahr buyuk insonlarni ko'rgan va ularning ichida eng buyugi bizni zaminimizga islom nurini olib kelgan zot Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhudir.